Ballarım, seni kırınlar. Ha? Kırınlar, Momamni qishida o'tiraychu. Bu yak kırınlar. Mama, biz yana hikoya angliqli keldik. Bizga hikoya aytib bersizlar. Hay tentaklar, voy tentaklar. Yana hikoya angliqli kapsizlar-da. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab baqay-a. To'g'ri, men sizlarga ur to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular ishiga oldidagi bir tut jigdiga taynib kun kechirdi ekan. Ammo ung'ang'i yo'nig'an degandek, ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilmoqda. Shuning bilan bovoyning hayotida odamni ham kuldiradigan, ham azoblaydigan, shundaqla nodonlik bilan tamoqorlik, rostchilik bilan soxtpazlik, haqqoniyat bilan razillik unutib erishgan ajoyib kechirishlar. Hay, yana nega mangdilar? Qog'i degan sho'rtumshiq yana qaqildaganda qiladi. Men jigdiga bir qarab baqay. Sizning kunlari aşı to'ngjigdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib bersizlar. Yesi yemamdi. Xotin, to'li kotildimi sangcho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda o'mashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qoranchiqdek jigdining to'yida o't tasla. Hay, qanday qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'u, aksini chiqarlashma. Yok ol! Acayip ziriktim bu nakeslerden. Şar kanatlarının içi de senindek aç göz, kaşanlıkını kömep tükenmen. Ademni ya aram huda yaşıkını koymadan. Ma qağılarning mendek bir g'eribning jigdisiga ugini vog'ini qaramamdigan. Hap to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Hajabmi eg'ir qattiq kunlar bo'lib ketyotdi. Bu yo'qsizlikdan qachonmi qutulamiz? Pul boyga, suv soyga oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma, xotin. Bizgimi Xudoning buyrug'anlari borda. Xudo har kimning rizqini o'zi bilan birga yaratgan. Oldirma. G'o'ridan olibda degan gapni anglamaganmisan.
Ha, üjmü peş, ağzımı çöş dep, aşı toğun çigdiga qarab oltırman desler. Silimiço, bek hemdem xiyal bop qaldılar. Aş qağı baken, siliga bir tal mı cigdi qanmaydı. Ha, ben cigdini aşu kağığı taşlap berem dem. Qarab dur. Etidan başlap cigdi tüydün kopmay oltırıp cigdi bakıman. Mau ahmaq buvayını gepini qaramamdıgan. Tova. Bismillah ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Ya Bismillah. Acep obdan olcağa eriştim. Aval bu boyayının närini yesem bola. Aldı bilen onun iki gözünü çokalap yey. Bova, tırılıp kağıllıklarına mübarek olsun. Meni koyuvesile, meni koyuvesile. Bilcerlema, sen uzaktan buyan nesibemge çan selip, meni boz getip geldin. Muşu bir tüp cigidini mu, oram xuda, yigile koymudun. Teki bugün nomus kılmay, ademdek sözdeysin ha? Bova, gepimni anlap meni koyuvesile. Ben seni tügmez paylık eriştirime. Sen ma, sen kağıma? Men çıraylık geplegi işini muşu künki kağan. Emdi senin gepinge kirsem, ömrümün ahırıda yine tügümez puşaymanga kalamen. Yo'q bova. Men hergiz meseleni pushaymanga qo'ymayman. Men bo'lsam qag'larning eng qerisi. Yeshim mingdan oshdi. Alloh menga shunday bir xislat ato qilganki, xolisam qag'ga, xolisam odamga o'zgaralayman. Sizlarning talaylari bor ekan. Men sizlarga shunday bir xosiyatli narsa berayki, butkul odam zot hayron qolsin. Bopta, seni mi bir ko'rib baqay? Ma'qul. Men bilan maqsula.
Qarısla, bova. Merhamet qiling, bova. Nemi karamet bu? Onu mu düşün mü? Yigit, sen meni cennetke başlap kirgen o'xshamamsan. Bu cennet emas, bova. Tushlarimi emas, balki dal silining asli makonlaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gelam silingan supuq qarsilar. Yigit, nima deb eshakni gelamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip qalalar. Qeli. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafo so'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qilib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar desizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklab beradi. Dunyoda nadimi unda xislatli eshak bo'lsin? Ishonmisizlar? Ana qarasizlar. Tova xudoyim, mundoqmi xislatli eshak bo'ladi ekan, ha? Qani bova, eshakka minsizlar. Ammo aslida bo'lsinki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh, vafodor yigit. Xayr xo'sh bova.
Ha, qadrlik ishiga menmi herib ketdim, senmi herib ketding? Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana. Aziz mehmon, hamag'aylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir uzun yo'l besib herib ketdim. Bugun malol kemisi o'ylardi qonib qolsam. Obdan. Qo'nib qaslar bo'laverdi. Sizlarga kapimizda joyim chiqib qolar. Rahmat. Mao ishigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'plik bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylamasa, deganlardek bo'lsin. To'xta. Bir gapni samillarga sep qo'yay. Lekin za oltin tulla tezaklar eshigim deb yurmislar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'slar. Mehmon, men sizlarni deganlarda Rizqi g'oyib, bedor g'animat debdikan. Mana bugun o'zlari bilan muloqot do'stlash qoldi. Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. O'rta. Ma'qulmiz. Voy, nima ish qilyaptirlar? og'zingni yum. Acaba altın tizeklaydigan eshakmi bormidi? Ya bu olchib qolgan qerimidi? Nimada bo'lmasin? Bir sinab boqay. Altın tizeklar eshigim, altın tizeklar. Bu ne bir karamet? Tilesem, qo'ridan olib-da debgan. Xudo menga
cheksiz boyliq ato qildi. Dünyada muşundaq eşeklərmi yarılıb digəndə? Ulu Xuda, muş eşekni yen güçlü bilişimға yardım qılan bolsa. Asta. Nəgi yuqalğandı bu adam? Cınab qaşmağandı o? Çıxıb qarab baxaycımı? Nima qılıvatıdılar bu gecede? Uykularını uxlamay. Önünü çıxama. Ağzını şok. Əmmi karametini eli görsən. Nima deydi Allah? Gaplarına faqat düşənmidi. Mağa əmisi. Dal diyəgi verib, əmmin sağdab dirək. Ni mağa baxıb qarab dursa, mağa. Bundan yeni kep durala. Ha, Xuda. Hele bak. Avarı qılıb qoydum. Xeyrəmisən? Səfərlərə aq yol olsun. Xudağa əmanət. İnşallah, xoş. 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 Allah. Hayır, devlet diyen muşu desile. Endi, muşu haddi hesapsız mal dünya bilen kolumuzda kayak sunsak, şu yakıydı da, top kızımız mı tel bulduğun oldu. Razı etsen Xudon, razı etsen. Xudayım bizge. Bədi. Hey, endi mən şundaq bir adamga ayrılan ki, bütün əhli yurt cemaat heyranlıqdan ağzını içip kılırsın. Endi sili, xalqның ununu tatıdığan cabaqaş tügmənci bolmayla. Sen mi endi tügmenden suyunu yakılap, xalqның tağırının ağzını içip, onlarını kaçılışıp, tağalarının ağzını boğuşup vermeysen de. Endi bu jur bizden buladı desile, bizden buladı. Yok, aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlep oynaylı. Kim akıllı kılıp, iyiliği ahmak kırğa çandırıp koymaylı yana. İnşallah doğru dediler dadısı. Xudayımның bizge bergen bu mal dünyasını çandırmay xəcləyli. Vay vay vay.
Hay bovay. O şu işekning oltin tilla tezeklishiga zotli ishengim kelmaydi. Sil ömür boyu xalqning oldin xaltisiga tushib kelgan. Bu navbatmi shundoq bo'lib qolarmikin deb ansirayman. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerin hemsini dep bersem, yeni nimiş ki yamını cuvaysan. İşeknin özü haram, küçü halal deptiken. Yamını kelse altın tılla tezeklep bämisimi canğa əskasılıp oldu o. Ben bu işeknin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bilen kögen tursam. Ha, ma'qul. Sili ba, men ba, qani ko'ramiz. Taqitimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Altın tilla tezeklaydigan qanday eshakdi o? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ka. Aldırmaqla, sal tahir qılınla. Bək hocamma işigimnin karamatını köməkçiydi. O kişi kəsila, cəzmən körüslə. Keldi. Ben hocam geldi. Assalamu alaikum begim. Qani kəslə. Begim, bu yoqqa o'sla. Begim, qadamlarga muborak bo'g'ay. Hey bovay, karomatingni bir ko'rsatmamsa. Obdan, əmisi mən işəkni açıqay. Bəy hocamdan ötünüdüğən bir iltimasım var idi. Eytişqə tilim bağmayıvatıdı. Qani ayta bovay, har qanday tiliking bo'lsa, o'rindashqa men tayya. İşigim tezekligen altın tillalarını Bəy hocam öz qolu bilen Muşiyadaki puralağa bölüp bəgən bolsa. Avval sen eshigingning karomatini bir ko'rsat. Kulluk Bəy hocam. Tezekle işigim tezekle, altın tilla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tilla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tilla tezekle. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Meni rasva qımığın. Bəy hocamdan aldı da. El cemaatdan aldı da rasva qımığın. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Tezekle. Altın tılla tezekle. Kelinglar, lagay, bağlanlar. Hop. Begim, ben günahsız. Bana rahim qısla. Bu qerini bağlab, yüzləri urulsun. Bana rahim qısla. Begim, ben günahsız. Bana rahim qısla. Bana rahim qısla. Mana sen, yapsan söyle. Kimden yapsan? Bu yaptı. Yanıldan sen. Bovay, gözlerini asıla.
Doğula ketdi. Boy. Ah, yaratgan egen. Bu bizga nima ko'gilik, nima tatquluq. Qaysi shayton bu uyimni eziq turgandi. Dadisi, eshakni yana bir tezaklatmamdiq. Nemiga aldiraysan xotin? Elim o manti kömüge qilanda qasqonga dumchibdi degandek shunchachik boyliqni apila-shapila tugitib boldiq. Yana oltin tillaga ojdimiz tushadigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda bütün boyliqlarning hammasi oltinimdan kechib qutlanmaydi. Bu deganlarga durust. Olimades eshak qo'limizdan chiqib ketsa, oltin kumushlardan ayirib qolamizmi deb ansirayman dadisi. Og'zingga tosh. İlohim, shundoq degan zuvoning tutilib qola. Eg'iz yugurgi boshqa, put yugurgi boshqa degan gap rostganda. Sening mushu shum og'zing bo'ladi ekan, davomli shumliqlarni chillab yuriysan. Bo'ldi qislar dadisi, bo'ldi. Nima chiqib ketdilar? Mondaqli deb qo'ydim. Eshakdek qo'limizda turibdi-ku. Ya Allah. Og'zingdan mushundoq shumliq chiqirib, ot quyruqli qilsang, nima bachdi? O'ylab gap qil, o'ylab. Osmon zaminingmi qulig'i va bilamsan. Biz bu eng kuchli eshakka oson erishdik-mi? Dünyada silidek ahmaq odam bormi? Bir izzatqu yigitning gapiga oldinib, bir muncha baloga qoldilar. Mening gapimga kirgan bo'lsalar, tayoqmi yemaydilar. Xalqi olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining og'amchisi olsun. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Attinchi sulimi o'zangidan tushmay yetaverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshani yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'dan yo ketibdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimigina. Eliqi yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim dozat ko'ya. Agar u meni oldimigan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qola. Xislatlik yigit. Men bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadiya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldilarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'l ustida hargiz qo'ymasalar. Bu sirnimi hech kimga tinig'uchi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamisa. Alloh nasib qilgan bir kuni ko'rishamiz. Acaba
eshakning nemishqa oltin tilla tezaklamaganligini debbaymi da? Bu yigit meni rastlık qoldurib to'tamdi ya. Agar aldigan bo'lsa qiyomat so'rg'ini tatidi. Nem bo'lsa bo'lsin. Bu dastxonimni bir ko'p baqay.